Men har doim Koreyada samolyotga yokida poyezdga chiqsam qariyalar bilan o'tirib qolaman. Ishoninglar, har doim shu oldimdagi qariyalar yo xurray otadi, yo nimadir boshlab qo'yadi. Aynan meni oldimga o'tirib qoladi bular. Nimaga? Nu davaychi bunga e'tibor bermaymiz. Men sizlarga Seuldagi juda ham arzon konki uchadigan joyni ko'rsatmoqchiman. Namsan ko'rinib turadigan chiroyli bitta koreyslar bilan konki uchish atiga 1000 won ekan. To'xtanglar, o'zimni ko'rsatishimdan oldin shunaqa konkilarni olishingda kerakli haqida ko'rsatib beraman. Hozir men o'zimni ko'raman, ustimdan kulishdan boshqa hech narsa bilmayman, chunki men birinchi marta konki uchishim. Uchishdan oldin ukam bilan birgalikda sport o'ynagandik. Men zo'r uchaman deb, lekin men uchgan videoni ko'rib hozir kulishdan boshqa hech narsa bilmayman. Voy xudo, qiynagan. Nuqtalim, agar siz menga o'xshagan yangi o'rganuvchi bo'lsangiz, 30 minutdan keyin siz o'rganasiz qanday uchishni. Bo'pti, alam qiladigan joyini aytib beraman. Uchib olsiz, siz oldingizda kichkina koreyslar o'tib ketadi, sizdan tez yuradi. Вообще alam qilib ketdi menga boru. Короче, yo'ravon real adrenalinni yaxshi ko'rsangiz, men sizga shu joyga kelib ko'rishni maslahat beraman. Manzillar pisayniga yozib qoldiraman.